Muborakmisiz? Rahmat Benjamin. Rahmat yashan umringiz uzun bo'lsin. Maşallah. Assalamu alaikum. Güzel, senin ne zaman döndük? Ayetlerden tabrikler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. İyi aleyküm. Xush kelibsizlar, omad uzr. Mana Arafa kunida ozgina mana go'dalarimizni xursand qilib kichkina bir tadbirimiz bor edi. Tashkillashtirib. Shu bugunga nasib ekan. Kelingchi, o'g'ilchani chaqiraychi. Atlar nima edi? Isrojon. Yaxshimisiz? Kelingchi, barakalla tanidingizmi? Esda bormi o'rganingiz? Bizning maqsadimiz, buni ochishdan maqsad mana shunaqa bolalarimizni xursand qilish, yuzini kuldirish. Endi asli biz buni maqsad qilishligimiz sababi Payg'ambar alayhisalom bu bolalarni eng kami mana shu bundoq sinab qo'ysangiz, qo'lingizni sochini tukuni qanchasini tepasida to'g'rasini o'tgan bo'lsa, o'shancha ajr va'da qilinganda, biz o'sha yerda bu yetimlarimizni ko'zlarini quvontiramiz deb qilgan tadbirimizni, tashabbusimizni asosiy boshchisi, buni asoschisi deymizmi? Shu kishi tadbir qilib bu yerda o'sha qora holatida remont qilinmagan holatda bir 3 oy to'g'ri qoldi. Bir olib kelishgan edi. Domlar shunaqa biz bir ish qilib qo'ydik. Shogirdlar bilan, sheriklar bilan ishda. Keyin nima ish qildingiz desa, remont qilinmagan bir domni oldik. Bir shu xonadon topib tursangiz-ku, shuni biz 2 oy ichida chiroyli qilib remontini qilib bersak-ku, ana shuni egalarga ko'rsatsangiz, buni quvvatlanib ko'rsa degan tashabbus chiqqan edi. Subhanalloh. Bu endi arzimagan o'zgina hayitligimiz. Rahmat yashan Benjamin. Alloh rozi bo'lsin. Muborak bo'lsin, avvaliga. Alloh rozi bo'lsin. Alloh bizdan qaytmas, Allohdan qassolloh. O'g'limni sizlarga o'xshagan qori yigit bo'lsinlar. Muborak bo'lsin. Rahmat Benjamin. Rahmat yashan umringiz uzun bo'lsin. Niyatlaringiz yetib Bu Abdulloh Samqorimiz boshlaylardi. Alloh qo'ysin, amin. Shunda Alloh shunchalik Allohimiz vaqt joyga o'g'illarimizni vaqti o'tsin, farzandlar ko'rishmayotgan biz Allohning farzandlarimizni Allohga farzandlar bersin. Shu qizlarni nevarama o'g'il yigit bo'lsa, o'g'il hammaning ham tenjoyini sog'sin. Alloh bizlarimizni qo'ysin. Bittagina o'g'il onamiz sizlarga o'xshab ko'rib saxovat besh bo'lsin. O'ladan bo'lsinlar. Avval yigitlarimiz tinch bo'lsin. Kelayotgan balo qazolardan uzoqsin, Parvardigor. Hammasi rozilarimiz bo'lsin. Endi hayotlarga chiroyli kunlarda yurishni hammamizga nasib qilsin. Alloh qatorda bizlarning Allohim umrlarga hajlarga nasib qilsin. Parvardigor.
bizga muhtoj ilmlarimiz muntazam sizlar ham ilmlaringni bundan ham ziyoda bo'lsin. Nimaiki niyat qilganmiz, niyatlaringni bu mana sabrlarga mana singlimizni toat namoz ibodatlar mana bu bolalarning hammasini bu dunyodagi ajra Xudo xolasa oxiratda Robbi bundan ham ziyodasini tayyorlab qo'ygan. Qani vakilincha bir xonadan bosib qo'yaylik qizcha vakilincha